Hozir men sizlarga rosa ham oson usulda pitsa tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Buning uchun mana tuzli suv, mana oddiy staqonga tuzli suv quyib oldim. Sal issiqroq bo'ladi. Oldin mana necha murakkab usulda tayyorlar edim. Bu usul rosa ham oddiy. Ozgina mana salatni yog' qo'shamiz. Обязательно elida un o'tkazish kerak. Chunki elesiz qo'shsalaring, ichida qurum-qurum bo'lib qoladi. Elilangan un yana ham osh xamiri olishga mayinroq bo'ladi. Hop, unni qo'shib bo'lgandan keyin mana oddiy droja qo'shamiz. Bir qoshiq shakar qo'shib yuboramiz. Bo'ldi. Qarasizlarki, yumshoqqina osh xamir olsalaring va ko'p chiqqandan keyin bemalol tayyorlayverasizlar. Mana o'rtacha yumshoqlikda xamir tayyor bo'ladi. Uni strechlar yarim soatga oshirsalaring bemalol oshib chiqadi. To'g'risi o'zim bolalarimdan rosa ham pitsa xo'r, rosa ham ko'p tayyorlayman. Bu usulda qilishni bilmayman deydigan odam ham bemalol tayyorladi. Sizda ham iloji bo'lsa, to'rg'aganlaring yaxshi, chunki to'rqadan chiqarilganda tez erib ketadi solinganda. Katta qilib tomatidan keyin qo'shib qo'ygan yaxshi. Ustiga katta qilib qo'yib qo'yilgan yaxshi. Ko'rinishda qilib to'rg'ab chiqsalaring, vali sal sekinroq eriydi, keyin kuyib ham ketmaydi. Oddiy mozzarella sir. Kolbasani ham yupqa qilib to'rg'alanaveradi. Shunaqa yupqa to'rg'ab chiqilaveradi. Pitsaning tomatini ham o'zlaring tayyorlasalaring yana ham shirin bo'ladi. Pomidorni olib, shunday po'stlog'ini archib olasizlar, to'rg'ab olasizlar mayda qilib. Oldim, endi buni qizib turgan skоворodkaga ozgina yog' qo'yib, sal-pal pishirib olamiz. Pomidorni qo'shib olamiz. Va uyda bor ketchupmi, tomatmi, bu narsa qo'shib yuborsangiz bo'laveradi. Menda boshqa achchiq ketchup bor edi, shundan qo'shyapman. Hamda ustidan shunaqa kashnoshni maydalangani ozgina va biroz shakar. Hamda biroz tuz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Tomati ham o'minidan vaqt ketmaydi. Mana xamir ham ko'p tayyor bo'ldi. Endi listimizga solib yoyib chiqamiz. Bu usul biladiganlar uchun emas. Endi bilmaydiganlar uchun ham oson usul. Tag'in biladiganlar pitsa unaqa bo'lmaydi, unaqa bo'lmaydi, unaqa bo'ladi deb negativ yozib ovora bo'lmaydi. Videolarimni o'qasrog'iga tushsalaring, boshqa usullarda ham tayyorlaganman. Bunaqa deyishim sababi bor-da. Baribir har video qo'yganimda ichida 30 ta 40 ta odam ichida bo'lsa ham bittasi negativ chiqadi. Shuning uchun aynan shunaqa tegishli. Yoyib olamiz, yupqa qilib yoyib bo'ldim. Yoyib bo'lgandan keyin vilkada xamirimizni yaxshilab urib kesib chiqamiz. Bu yana ham yaxshiroq pishishi uchun. Tomatni ham solib olamiz. Tomatni ham mana solib bo'ldim. Endi sirlarimizni qo'yib chiqamiz. Sirda aytib o'tdim-ku, butun qo'ysalaring kuyib ketmaydi. Ham cho'zilib, pishganda zo'r erib zo'r cho'zilib beradi. Atroflatib aylantirib qo'yib chiqamiz. Ustidan xohishga qarab zaytun qo'ysalaring ham bo'ladi. Menda shunaqa konservaligi bor zaytunda. Buni hamma joyga qo'ymayman chunki bolalarim yomon ko'radi. O'zimga ozgina joyga qo'yaman xolos. Pitsa pishirishda yana bitta asosiy fishkasi duxovkalarni maksimumga ko'tarib olinglar. Chunki ko'pchilik pastroq gradusda pishiradi, yo'q, pitsa qancha baland bo'lsa, bu tez pishadigan narsa-da. Rosa ham baland bo'lish kerakki, solib уже 15 minutda olinadi-da. Agar qiymali bo'ladigan bo'lsa, endi sal uzoqroq qo'ysalar, chunki kolbasa o'ta pishib ketmaydi bu narsa. Usti pachli ozgina qovuriladi xolos. Shuning uchun maksimumga qo'yib, tezda pishirib olsalaring, noni ham yumshoqqina turadi, xamiri ham. Mana endi buni pishirib olamiz xolos. Ana keldi deymiz ketadi. Ana. Pitsa ham pishdi. Endi kesib olamiz xolos. Mana. To'g'ri. Bismillah. Mana yupqaligi ham o'rtacha, ko'rinishi ham. Endi buni oldiga bu kerak. Bu bo'lmasa bo'lmaydi. Menga bo'lsa yoqimli ishtaha, sizlar bo'lsa videoni saqlanib qo'ying, kerak bo'lib qoladi.